Xorazmning yuragi, tarix va madaniyat mujassam maskan Xiva shahrida yangi sayyohlik mavsumi qizg'in pallaga kirmoqda. Ichanqaladan tayyorlangan lavha bilan mavzuni davom ettiramiz. Dunyo merosi ro'yxatiga kiritilgan ushbu noyob majmua mahalliy va xorijiy sayyohlarni o'ziga tobora ko'proq jalb etmoqda. Ko'hna ko'chalarda sayr qilayotgan mehmonlar qadimiy obidalar, betakror me'moriy yechimlar va milliy hunarmandchilik namunalari bilan yaqindan tanishishyapti. So'nggi yillarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish, xizmat sifatini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ham o'z samarasini bermoqda. Yeah, this is our first time in Uzbekistan. This is our 10th day of our travel. We started in Tashkent and then to Samarkand and then to... Bu bizning O'zbekistonga birinchi marta kelishimiz. Sayohatimizning 10-kuni. Biz tashrifni Toshkentdan boshladik. Keyin Samarqandga, keyin Buxoroga bordik va nihoyat mana Xivaga keldik. Uyga qaytishimizga 2 kun qoldi. Bundan biroz kayfiyatimiz tushdi. Umrbod qolishga arziydigan joylar. Taomlaringizni yaxshi ko'raman. Ayniqsa go'shtli ovqatlarni. Biz sayohatdan zavqlanyapmiz. Bizga yoqyapti. We're enjoying it, we're loving it. We're loving the experience, yeah. とても素晴らしい。Okay? So, 食べ物は美味しい。 Bu ajoyib sayohat bo'lyapti. Taomlaringiz mazali, odamlar esa mehribon. Atrofdagi manzara juda go'zal. まあ人にいろんな世界の人にお勧めできますね。Okay? すごく綺麗、クリーン。Clean people are nice and convenient to the transportation with. Bizga bu sayohat juda yoqyapti. Ha, bu go'zal, toza, rostdan ham odamlar xushmuomala. Hudud qulay transport infratuzilmasiga ega. Juda yaxshi. O'zbekistondagi 2-kunimiz, shuning uchun biz endigina aylanib chiqishni boshladik. Lekin men tarixiy joyni his qilyapman va bizning mamlakatimizdan juda farq qiladi. Our country. That's amazing. Beautiful, brutal. Xivada sayyohlik mavsumi endi boshlandi. Demak, oldinda yana minglab mehmonlarni qarshi olish, ularga unutilmas taassurotlar ulashishdek mas'uliyatli vazifa turibdi.